Assalomu alaykum, hurmatli Nur Mebel obunachilari. Mana xudo xolasa Qo'qondan tushgan zakasimiz tayyor bo'ldi. Qizning to'yiga ekan, qizning turmushi chiqarayotgan. Sepiga tayyorlattirdi. Xudo xolasa chiroyli qilib, materiallari ham teddy material bo'lsin deb mana teddy materialni ot seri maloshniga tortadigandan qilib berdik. 4 ta bolishi, 3 ta taburetkasi, jurnalning stoli, komplekt holatda tayyorlab berdik. İçlari 100% sasna yog'och, pampers prujinada bo'lgan. Razmerlari 4.30 ga 2.30 holatda bo'lgan. O'nchab tanlamaydi. Uyda 4 burchagiga tushaveradi. Bu tarafini 2.30, bu tarafini 4 metr 4.30 qilsalar ham bo'laveradi. Xudo xolasa o'nchab tanlamaydi. Burchakni joyini o'zgartirasizlar, bu tomonga olasizlar, tushaveradi. Bu tomonga o'zgarib olaveradi xudo xolasa. Sizlarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda keng qilib ishlangan. Jurnalning stoli ham o'sha har doim qilayotganimizdan 10 oyalikdan keyin avvalniy tomoni ham ichkariga avvalniy bo'lgan. Yosh katta odamlar, yoshlar ham vaqt kelsa kirayotganda oyog'iga xalaq termaydi. Urib olish, tizzasini tegib ketsa, tizza ham og'riydi. Uch tomonlarni o'ylagan holatda avvalniy qilib ishlaganmiz. 6 oyalik keyin oldingi videolarda o'zim chiqib ko'rsatganman, hozir shogirdim chiqib ko'rsatadi. Chiqib o'rtasiga chiqqan. Mana ko'rishingiz mumkin, mana chekasidan chiqishni boshladi. Mana o'rtasida bemalol yuraveradi. Bir 70 kilo, 80 kilo bor besi. Bir yil ham belayvermaydi mana xudo xolasa. 6 oylik baquvvatidan bo'ladi. Bo'ldi sho'ring. Keyin ko'pchilik so'rayapti, bu mebelni ochiq joyga qo'ysak qanaqa bo'ladi deb. Shu tomonni o'ylagan holatda ochiq holatda bo'lsa mana orqa tomoni keng. Ochiq turibdi. Shu holatda buni surilib ketishi mumkin. Yo'qdan bu yoqqa surilishi mumkin. Yosh bolalar chiqqanda yo o'tirib turib chiqayotganda mana shunday holatda surilib ketib, ochilib ketishi mumkin. Shunisini o'ylagan holatda orasiga mana kriplerni kiydirib qo'ygan, qatirib qo'yganmiz. Bu tomondan ham bo'ladi. Kiydirib ko'rsating. Ko'rishingiz mumkin. Orasini bitta ozgina harakat qilasizlar, joyiga tushadi mana. Yosh bolalar suraversa ham mana endi ochilib ketishi boshqasi bo'lmaydi. Mana shu holatda turaveradi, qimirlamay. Chaklarini ham joy-joyida ushlab turadi. Xudo xolasa. Materiallari ham bolishlarni kombinatsiya qilib berdik. Teddy materialda xudo xolasa shaklari ham o'ta tekis holatda chiqdi. Kimga shunaqa chiroyli, sifatli uголовlar kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Bunimizni Qo'qonga xudo xolasa hozir yuklab qo'yamiz. Mashinamiz tayyor turibdi. Yuklab tayyorlab qo'yamiz. Ertalab xudo xolasa Bondoddan keyin yo'lga chiqsa 1-2 soat, 3 soat olib borib, o'rnatgandan keyin ham imkonda bo'lsa video qilib joylaymiz. Nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. WhatsApp, Telegram, Imogacha bor. Rossiyada yurganlar ko'proq imo ishlatadi. Imodan yozsanglar ham bo'laveradi xudo xolasa. E'tiboringlar uchun rahmat. Kimga shunaqa tayyor uголовlarimiz ham bor. Kimga kerak bo'lsa, bundan bitta oldingi videoda bitta uголов qo'yganmiz. Rangi mana tumbasi mana bunaqa materialda, zeleniy, maloshniy, sariq anlash. Bu ham teddy materialda, tayyori ham bor. Jurnalniy stol, shu karishning jurnalniy stoldan bo'ladi. Shundan qilib beramiz, tayyorlab turib. Aloqachi kelar, xudo xolasa kimga kerak bo'lsa chiroyli qilib vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Narxini aytib o'tamiz. Narxi komplekt kuytirishi 5.800.000 so'm. Teddy materialligi. Teddy materialligi, mo'yshi materialligidan bo'lsin deydiganlarga qora panteramiz ham bor, maloshnisi ham bor. Unisini 5,5 million so'mdan qilib beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkasi uniki ham ichida. Narxi shu materiali qimmatligi uchun 300.000 so'm raznica bilan qiladi. Narx materiali farqi borligi uchun. Telefon qilinglar, aloqachi kelar, xudo xolasa chiroyli qilib o'rnatib beramiz.